Assalomu alaykum Uloq Ko'pkar nashadi muxlislari. Mana bugun biz Toshkent viloyatida joylashgan O'zbekiston Respublikasi Uloq Ko'pkari Federatsiyasining birinchi rahbari Nabi Jo'rayevga qarashli Bayr ot klubiga kelganmiz. Ushbu klubimizdan bir-biridan kuchli chempion otlarimiz yetishib chiqqan. Ulardan bir nechtasini sanab o'taman. Sniper, Qorachayon, Nexia, Rainbow otlar ushbu ot klubimizdan yetishib chiqqan. Hozirgi kunda shularni qoni liniyasi bo'lgan mana shu biyalarimiz sotiladi. Kimda kim toza qonli, ishonchli nasl olaman deb biyalar izlab yurgan bo'lsa, bemalol ushbu ot klubimizga kelib, ko'rib, tanlab olishinglar mumkin. Videomizni pastida Qudrat akamiz telefon raqamini qoldiramiz. Kelasizlar, qolgan barcha sizlarga ma'lumotni Qudrat akam o'zi beradi. Sizlarga ushbu ot klubiga kelib, o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rib, xohlagan biyalarni tanlab olishinglarni tavsiya qilamiz.